Assalomu alaykum azizlar, xayrli kun. Bugun sizlar bilan rejamizdagidek, kelishganimizdagidek jonli efirimizni boshlab olamiz. Bugungi jonli efirimizning mavzusi jinsiy zaiflik, potensiyani oshirish, umumiy tonusni oshirish, erkaklar va ayollardagi jinsiy muammolar, jinsiy gormonal balansni normaga keltirish hamda siydik yo'llari infeksiyalari kasalliklari haqida bo'lar ekan va albatta ushbu eng dolzarb mavzuga men sizlarga eng ishonchli, eng samarali ilmiy tasdiqqa ega bo'lgan hamda ilmiy ishimni global mavzusi bo'lgan choyimni ko'rsatib tayyorlanishini etib o'rgatmoqchiman. Bilasizki, internet olamida umuman har qanday televideniya bo'ladimi, Instagram, YouTube, Facebook, qaysi platformaga qaramang, jinsiy quvvatni oshirishga qaratilgan, spermogramma sifatini oshirishga qaratilgan turli xil malhamlar, giyohlar, nastoyka yokida sintetik va gormonal preparatlarga ko'zimiz tushadi, e'tiborimizni tortadi. Albatta bu ayniqsa pandemiyadan so'ng global mavzuga aylangan, ayniqsa potensial holati pasayib ketishi, erkaklardagi ayollarga bo'lgan xohishni pasayishi, jinsiy munosabatlardagi aktivlikni yo'qolishi, bepushtlik muammosi hozirgi kunda juda ham ko'p. Har 6 ta juftlikni bittasini qiynamoqda va yosharib ketyapti. Erkaklarni qarish prosessi tezlashib ketmoqda. Shu bilan birgalikda ayollarda ham shu muammo borki, ayollarda jinsiy lazzatni olish hissiyoti, jinsiy munosabatga bo'lgan xohish, albatta orgazm his qilish jarayonlari, bachadon kasalliklari, ko'krak kasalliklari bilan, mana ko'krak sut bezi kasalliklari bilan uzviy bog'liq bo'lyapti. Juda ham ko'p shu narsa. Ko'p patsientlarning aytadi, 4 ta farzandimiz bor, turmushimizga 15 yil, 16 yil bo'lgan, shu paytgacha biror marta jinsiy lazzat nimaligini his qilmaganman. Va so'nggi paytlarda turmush o'rtog'imni aktivligi pasayib qolganligi bois men turmush o'rtog'im menga xiyonat qilayotganliklariga shubha qilayapman degan shunday bir takliflarni berib boradilar. Albatta, yomon gumonga boshdan oldin birinchi o'rinda juftingizni sihat salomatligi, sog'lig'i haqida qayg'urishingiz va nima uchun bunday bo'layotganligini bilishingiz, avvalambor o'zingiz, oilangiz uchun, juftingiz uchun shifokor bo'lishingiz kerak bo'ladi. Bugungi mavzuim aslida erkaklar uchun bo'lsa-da, jonli efirim va tavsiyalarim ko'proq ayollar uchun bo'ladiki, erkaklarga men sanab o'tgan tavsiyalarni o'z vaqtida damlab berishga, tayyorlab berishga, vaqtida qabul qilishliklarini talab qilib turishga hamda juftlari bilan birgalikda davolanishliklari uchun ayniqsa menga ayollarni zehni, ularni taktikasi, ularni texnikasi, ulardagi vaqtida ishni aytilgandek bajarish menga talab qilinadi. Nima deysizlar o'rtoqlar, meni qo'llab-quvvatlab yuborasizlarmi? Bugungi mavzuni to'g'risini aytsam juda ham uzoq kutganman, juda ham uzoq tayyorlanganman. To'g'risini aytsam, har bitta beradigan tavsiyam ilmiy tasdiqqa ega bo'lmaguncha, ustozlarim tarafidan ma'qullanmaguncha, to'g'risini aytsam, davlat darajasida tasdiqlanib, mukofotini olmaguncha, men mana shu giyohimni, malhamimni yoki tavsiyamni men hech kimga bermayman. O'zinglar bilasizlar, agar meni oldindan azaldan kuzatib turgan bo'lsangiz, 2026-yil fevral oyida jinsiy zaiflik va spermogrammani sifatini oshirishga qaratilgan natural nastoyka va malhamlarim Mustaqil davlatlar hamdo'stligi ko'rik tanlovida ma'qul topilgan, juda yuqori baholangan va albatta munosib taqdirlanib mukofotini ham olganmiz. Mana 2026-yili may oyiga kelib ushbu choylarimizni qo'rqmasdan sotuvga chiqarishimiz yokida tayyorlanishini sizlarga o'rgatishimizga huquqimiz va ishonchimiz yetarli deb o'ylayman. Mani har bitta beradigan tavsiyam, har bitta beradigan retseptim, rekomendatsiyam kamida 5 ta ustozim tarafdan ma'qullanadi va ko'ngilli bo'lgan 200 ta, 300 ta bemorlarimda qo'llanilib 90-95% natija bergandan keyingina men qo'rqmasdan ommaga bemalol oshkor qilishim mumkin bo'ladi. Demak, jinsiy quvvat qachon pasayib ketadi? Qachon jinsiy aktivlik pastlab ketadi yokida jinsiy munosabatga bo'lgan xohish
qachondan yo'qolishni boshlaydi. Bunga albatta sabablari bor. Mana shu sabablarni men avvalo sanab o'taman hamda o'zingizda mana shu sabablardan qaysi biri mavjud ekanligiga ahamiyatli bo'ling. Ayni damda hozir sizda shu muammo bo'lmasa-da, lekin siz sanab o'tilgan narushenyalarni qilishda davom etayotgan bo'lsangiz, yaqin 1 yil, 5 yil ichida ushbu holat sizda ham kuzatilishi mumkin bo'lib qoladi. Alloh asrasin, demak ketdik. Eng birinchi sabab bu jismoniy mashqni yo'qligi, ko'p o'tiroqlik holati, ko'p yotaverish, ko'p uxlayverish, nima desam ekan, fiziologik aktivlikni yo'qligi bo'ladi. Yotgan joyida telefonda ishlaydiganlar bor. Bitta joyga o'tirib olib 12 soat, 16 soatlab ishlaydiganlar bor. Nima desam ekan, oldinroq Sovet davrida nimaga shunaqa kasalliklar kam bo'lgan degan savolni berganman. Chunki bizning ustozlarimiz 70-80 yoshdan oshgan, ko'pi nafaqadagi pensioner domlalar bo'lgan. Nima uchun kasalliklar yosharib ketyapti degan savol bo'lsa, oldinlari odamlarning harakati ko'p bo'lgan. Transport vositalari hozirgidek aktiv bo'lmagan. Odamlarga biz yashagan paytda qulayliklar yetarli bo'lmagan va peshkom yurish ko'p bo'lgan. Badan tarbiya bilan shug'ullanish bo'lgan. Qancha ko'p peshkom yursa odam, qancha ko'p badan tarbiya bilan shug'ullansa, inson shuncha sog'lom, shuncha tetik bo'ladi, shuncha kasali kamroq bo'ladi deb shu narsani aytganlar. Hozirgi kunda 18 yoshar qiz o'g'illarning ham mashinasi borligi, transportda qatnash tezligi juda yuqori, ostanovkalar deyarli har bitta uyga, har bitta kvartala oldidaligi, har bir insonga qulayliklar yaratilganligi bois insonlarning harakati pasayib ketgan. Oldinlari hovli ko'cha supurishlar bo'lgan qizlarga, uyda ishlar qilishgan, erkaklar yer chopgan, daraxt sug'organ, agarodlarga ko'chatlar, ekinlar ekilgan. Hozir hamma yoq gazondan iborat. Hech kim fiziologik nima qilmaydi, harakat qilmaydi. Hech kim tanasini qiynamaydi. Gap tanani qiynashda emas, tanadan aktiv, faol qatnashishini talab qilish kerak bo'lar ekan o'rtoqlar. Faqat quruq zalga borib 1 soatgina harakat qilib kelganingiz emas, jismoniy mehnat, fizicheskiy trud kerak bo'lyapti. Jismoniy tarbiya bilan birgalikda jismoniy mehnatni ham parallel olib borish kerak bo'lmoqda. Hozir odamlarga pilososlar chiqib ketdi. Kerak bo'lsa o'sha hovlisini sipiradiganlar ham chiqib ketdi. O'sha pilososni ham robototexnika chiqib ketdi. Даже o'shani ham ayollar qilmay qo'yyapti. Shuning uchun poзвоночникda muammo bor. Erkaklar kam harakatchan bo'lib qolgan. Hozir to'g'risini aytsam, o'sha domlam aytganlarda biz talabalar uyalib ketganmiz-da. Bittani qo'lingga lapata bersam, mana shu yerda o'tirgan yigitlar, yarim soat yer chopolmaysanlar. Daraxt ekib, ko'chat sug'orishga kuchlaring kelmaydi, bellaring chidamaydi. Chunki tana chiniqmagan degan xulosaga kelar edilar. Eng birinchi sababimiz, demak, jismoniy mehnat, jismoniy tarbiyaning yo'qligi bo'lar ekan. Potensiyani pasayib ketishiga. Ikkinchi sabab bu doimiy stress hisoblanar ekan. Doimiy stress nima bo'lishi mumkin? Doimiy stressda yashovchilar bor, uy notinchligi yokida shunaqa holat bo'ladi, ishxona notinch bo'ladi, ishxona stressdan iborat bo'ladi, rahbar lavozimida ishlaydiganlar bor, oddiy ishchi, xizmatchi lavozimida ishlaydiganlar bor, har doim yo'lda yuradigan haydovchi xizmatidagilarimiz bor, taksistlar masalan. Endi viloyatlarda bilmadim, Toshkent shahrida hamma haydovchilar baxtga qarshi hozir juda ham nervni asabiy, chunki tirbandliklar ko'p, peshoxodlar qoidaga amal qilishmaydi va asab buzarlik holati juda ko'plab uchrayapti. Mana shunaqangi nervda doimiy ravishda ishlab yuraverganda, asab bo'versa, asab holatida yuraversa, odamdagi gormonal balans buzilib ketadi va borib ayol kishiga bo'lgan xohish pastlab ketadi. Ayol kishini ko'rganda ham inson xohishi uyg'onmaydigan bo'lib ketar ekan. Uchinchi sababini aytadigan bo'lsam, odamda turli xil kasalliklarda antibiotiklar, gormonal preparatlar qabul qilinishiga to'g'ri kelar ekan. Masalan, shamolladingiz, pnevmoniya bo'ldingiz, nimaga Coviddan keyin ko'payib ketdi jinsiy zaiflik degan savolga javob beraman. Pandemiyada kim korona bo'lgan bo'lsa biladi, agar o'pka bilan muammo bo'lgan bo'lsa, juda ko'pchilik 70% aholimiz deksametazon gormonini olishga majbur bo'lishdi. Xususan shaxsan men ham deksametazon olganman va buni salbiy oqibati meni pochkamda tosh yig'ish bilan, tosh tushishi bilan kechgan. Deksametazon menda ko'ksa artrozga olib keldi va mana shu gormon preparati ham
kimlardir prednizolon, kimlardir selidrol ichgan bo'lishi mumkin. Jinsiy gormonlarni balansini buzib yuboradi. Qalqonsimon bez faoliyatini butunlay ishdan chiqarishiga olib keladi. Albatta srazu emas, albatta darrovda emas, lekin vaqt o'tgan sayin vaqti bilan bilinadi. Agarda bemor olgan preparatlarini olgandan keyin mana shifokor aytishi kerak. Biz sizni davolash jarayonimizda mana shu preparatlardan foydalandik. Mana tuzalib oldingiz, tahlillaringiz yaxshi chiqdi. Lekin siz har 6 oyda muntazam sog'lig'ingizni tekshirtirib turishingiz, gormonlaringizni balansini poliklinikadan tahlillar topshirib turishingiz kerakligi, doimiy sport bilan shug'ullanishingiz kerakligi, sog'lom yashash tarziga rioya qilishingiz kerakligi. Biz sizni gormonsiz tuzatib ola olmasdik. Reanimatsion holatda edingiz, juda og'ir edi ahvolingiz, majbur bo'ldik sizga mana shu kuchli preparatlarni qo'llashga. Biz sizni tuzatib oldik, lekin mana shu dori-darmonni salbiy oqibatlari, nojo'ya ta'sirlari bo'lg'usida, kelgusida so'nggi 5 yil ichidagi sizda vujudga keladigan noxush holatlar bo'yicha sizga tushuntirish berish kerak. Tushuntirish beradiganini quloqqa iladigan bemorlar bor. Gapirib tursa ham nima qilmaydigan holatlar bo'lib qoladi. Ozgina mundoq olovchala, yurakchala bosib qo'yinglar. Sizlar uchun eng zo'r global temani gapiryapman-ku, o'rtoqlar. Rahmat, rahmat, meni eshitayotganlar bor ekan. Ну я же как-то стараюсь ради вас, o'rtoqlar. Xo'p. Demak, so'nggi 5 yillik ichidagi qabul qilgan preparatlaringizni oling yoki tashlab yuborgan bo'lsangiz, nomini eslab qolgan bo'lsangiz, internetdan bo'lsa ham qarang. Nojo'ya ta'sirlari degan joyi bo'ladi. Nojo'ya ta'sir degan joyda surunkali bosh og'riq, uyquchanlik, lanchlik holati, ko'p terlash, doimiy charchoq, ko'ngil aynishi, jinsiy quvvatning zaiflashi degan joylari bo'ladi. Ko'p bemorlarim kelishadi, aytishadi, meni sochim to'kiladi, ko'nglim ayniydi, holim yo'q, kuchim yo'q, pastayan ovqat yedim, jig'ildonim qaynaydi, men bunaqa emasdim deyishadi. Albatta, men bu holatga birinchi o'rinda kasallik emas, qaysidir kasallikni simptomal belgisi yokida surunkali qabul qilinayotgan preparatlarni nojo'ya ta'siri sifatida qarayman. Va beradigan savolim shu: so'nggi 1 yil ichida qanday preparatlarni yoki qanaqa vitaminlarni, qanaqa batlarni siz qabul qilmoqdasiz? Давайте sanab o'tingchi, bitta yozib chiqaylikchi. Men dori-darmonni o'qiganman, dori-darmonni foydasini ham bilaman, lekin nojo'ya ta'siri ham shu bo'lishi mumkin. Keling, oldin biz siz ichayotgan dori-darmoningizni oxirgi 5 yil ichida qanday kasalliklarni boshdan kechirganingizni bitta ko'zdan kechirib chiqaylik. Ana keyin davoga o'tamiz desam, sanab berishadi. Nima kasal bo'lishgan, qachon qayerga yotishgan, 5 xil dorini shundoq sumkadan olishadi. Mana shu dori-darmonni men doimiy ichaman. Doimiy kardiomagnil ichaman, doimiy tromboaz ichaman. Men magniy B6 ichaman, bo'lmasa meni asabimga uncha odam dosh bera olmaydi deyshadi. Keyin yana kimdir internetda aytgan ekan, qalampir munchoni chaynab yuringlar deb. Ishonasizlarmi? 1 yil davomida qalampir munchoni chaynab yurib, o'ziga migren orttirib olgan bemorlarim ham bor. Qalampir munchoni normada iste'mol qilsa, potensiyani oshiradi. Bilasizmi? O'sha tavsiyani bergan odam normalniy to'g'ri tavsiya bergan, qabul qilinish tartibi to'g'ri, lekin qancha muddat, kurs davomiyligi qanaqa? Qancha muddat, qancha orada tanaffus bilan qabul qilish kerakligi haqida 1 minutlik reelsda batafsil ma'lumot bera olmagan. Shuning uchun men har bitta mana bu giyohlar to'plamim bormi, bularning hammasini o'rgatganimda nega jonli efir qilamanki, bu kimlarga mumkin, kimlarga mumkin emas, kimni yaxshi tuzatadi, kimlarga вообще ta'sir qilmaydi, qancha ichish kerak, necha yoshda necha gram ichish kerak. Mana shu haqda to'liq ma'lumot bergim keladi sizlarga. Mayli, meni reelsim 30 sekundlik bo'lib, top bo'lib, populyarni bu million prosmotr bo'lmasin, lekin ko'rgan 10 mingta odam batafsil ma'lumot olib, to'g'ri lecheniya olsin degan maqsadda ignasidan ipigacha hammasini sizlarga zo'r qilib tushuntirishga harakat qilardim. Mana shu gvazdikani 1 yildan beri chaynab yuraveradilar, o'sha tillari qayrilib, dars yorilib ketgan, oshqozonlarida yazva paydo bo'lgan va albatta jinsiy xohishning pasayishiga, potensiyani o'sha 0 holatiga olib kelgan. Spermogrammani ko'rsatkichi 55% gacha tushib ketgan holati bo'lgan. Men ularga masalan, albatta birinchi o'rinda urologga borishlarini tavsiya qildim. Lekin urologga borganingizda qon tahlillari, o'zi keraklicha gormonal tahlillarni topshirasizlar.
Agarda siz aytmasangiz, man bilan ham qilaman demasangiz, masalan, vrachlar giyohlarni salbiy oqibatini uncha bilishmaydi. Dorini nojo'ya ta'sirini bilishligi mumkin, lekin dorivor o'simliklar, siz o'tdan butdan maqay-chaqay qilib yurgan har xil tavsiyalarni oqibatini shifokor bilmasligi mumkin va o'zini nuqtai nazaridan sizni davolashga urinadi. U preparatlar bilan davolashga uriniladi, yaxshi samara beradi deb 3 oydan keyin yana eski ahvol. 3 oy zo'r edim, yana shu ahvolga tushdim. Yarim yil zo'r yurdim, yana shu ahvol bo'lib qoldi deb aytishadi. Buni sababi siz uyda o'zingizcha, o'z boshimcha qilinayotgan doimiy doda buvadan qolib ketgan retseptlar bo'lishi mumkin. Internetdan o'rganib olgan u nimalaringiz, tavsiyalaringiz bo'lishi mumkin, to'g'rimi? Masalan, petrushka damlamasi. Petrushka damlamasini ichib yurishlik jigarni yaxshi tozalaydi. Peshobni yaxshi haydaydi, pochkadagi tuzlarni eritadi, mayda qism toshlarni ham tushirish xususiyatiga ega. Xolesterinni shikarda parchalab beradi. Lekin petrushkali suvni agar 3 oydan ortiq menga shu yoqyapti, shuning uchun men zo'r bo'lganman bittasi maqtasa, agarda siz shu petrushkali suvni yillab ichadigan bo'lsangiz, ertaga sochingizdan asar ham qolmaydi. Sochingiz to'kilib ketadi. Taningizdagi sizga kerak bo'ladigan 13 xil ingredient peshob bilan chiqib ketadi. Me'yordan ortiq siyish yoki doimiy suv ichib siyib yuraverish yurakdagi kardioaritmiyaga olib keladi. Yuragingizda titroq bo'ladi, yuragingizga quvvat yetishmaydi. Sal turtib zinadan chiqsangiz hansiraydigan bo'lib qolasiz. Quvvatingiz yo'qolib qoladi. Uxlab turib ham charchab yana yotgingiz kelaveradi. Zehningiz pasayib ketadi. Oldinlari 3-4 ta o'qishda yodlab oladigan surani 4 kun o'qisangiz ham, yodlasangiz ham eslab qolish qobiliyatingiz pasayib ketib qoladi. Va siz yana shifokorga yugurasiz. Men xotiram yaxshi emas-da, zehnim yaxshi emas-da, qo'ygan narsamni topa olmayapman-da, menga nimadir dori bering, shuni yaxshilashga deysizlar. So'raydigan odam bor. Siz nimalar ichib yurasiz? Qanaqa taomnoma? Nima iste'mol qilasiz? Menga bir haftalik menyuingizni gapirib bering. Qanaqa taomlar iste'mol qilasiz? Qani tanaga kirayotgan vitaminlar, tanaga kirayotgan minerallar, oqsillar, uglevodlar normada kiryaptimi? Balki men so'rayman-da, nima desam ekan? Ichimizda har xil taomlanadiganlar bor, o'rtoqlar. Ikkitagina tuxum bilan yashaydiganlar bor. Roltinga kuni qolib dasharak bilan kun kechiradiganlar bor. Bor shunaqa bemorlar. Afsuski juda ko'pchilikni tashkil etadi. Va men ularni kasaliga faqat men bu giyohni iching, siz men buni iching, quvvatingiz yo'qmi, men buni iching deb 1,5 millionga men bilan sotishga to'g'risini aytsam, uyalaman-da, oldin so'rayman. Nima ovqat yeb keldingiz? Ertalab zavtraqqa nima yedingiz? Xo'p, kecha ujinga nima yedingiz? Keling, men sizdan so'ray, bir haftalik yeydigan taomnomangizni uyingizda tipi qanaqa ovqatlar qilasiz desam, ko'p ayollar yig'lab yoradi. Даже erkaklar ham aytishadi. Men qishloqda xotin bola chaqam qolgan, Toshkentga pul topgani kelganman. Rolton, dashirak, gumma, pul yaxshi topgan kunim ikkita somsa yeyman. Haftada bir marta rostmana ovqat yeyishim mumkin. Shuni ham bolalar bilan choyxonada, ishxonada povur ovqat qilib bersa, o'shani yeyman deb aytishadi-da. Soch to'kilayotibdi, rangli siniqib yotibdi, o'tqopda zagib, zastoy bor, jigarida yog' bosish holati bo'ladi, doimiy charchoq bo'ladi. Men qanaqa qilib ularga giyoh tavsiya qilaman? Albatta, yeb ichishi to'g'rilab, hech bo'lmasa 50 ming so'mga mana shu produktlarni bozorda qiling, 50 mingga beradi mana shu 15 kilo produktlarni yozib beraman. Go'sht o'rnini bosadigan, oqsilga boy, go'shtingizdan ham to'q tutadigan toza, ekologik, chista produktlarni yozib beraman. Aka deyman, siz mana shu produktlarni oling-da, bir hafta yeb ichib keling, men bir haftadan keyin siz bilan gaplashaman. Даже 15 kundan keyin keling deyman. Xo'p deb chiqib ketishadi. Olishadi o'sha kapusta, oq loviya, qizil loviya, qizil sabzi, sholg'om, turib, keyin qizil karam, va albatta endi imkon qadar pozolat qilgan qadar хотя бы konservasini, zaytuning bitta konserva хотя бы bir oyda bir marta 4 kun bo'lsa ham mazza qilib yeng. Bodring yozaman, qishi kuni shuni ham yozolmayman, chunki baribir ololmaydiganlar bor. Turib oling, rediska oling deyman, kashnich, ukrop, petrushka, ismaloqlar, yurgan yo'lingizda o'tloqda o'sayotgan narsalarni tiqinglar og'zingizga. Biz yashayotgan o'lkada, mamlakatda Alloh taolo o'stirib qo'ygan narsalarni ko'pchilik bilmaydi. Mana shularni yozib beraman. Hech bo'lmasa shularni o'sha rolton, dashrak, gummezni puliga shularni ham beradi. Okey deyman.
Xo'p, go'shtga pulingiz yetmasa, hech bo'lmasa tovuqni ham filesini qaynating deyman. Tovuqni grudinkasini kilosi 35 ming turadi. Lekin sizni mol go'shti, qo'y go'shtingizdan ko'ra yaxshi, kuchli effekt beradi. Oqsilga boy narsa. Haftada 2 dona bo'lsa ham qaynatilgan tuxum iste'mol qiling. Lekin bu degani har kuni tuxum yeyish kerak degani emas deb chiroyli qilib menyusini qilib beraman. Jigari tozalashga sizlarga tavsiya yozib beraman. 15 kundan keyin kelishadida haqiqatda uyqum yaxshilanyapti, asabim ham joyiga kelyapti. Madina hojatga 3-4 kunda borardim. Lavlagi yegandan beri hojatga ham boryapman. Terlashim ham kamaydi deyshadi. Oddiygina pitaniyani to'g'irlagani o'zida terlashni o'zi kamayadi. Kechki soat 22:00 da uyquni ta'minlashi o'zi sizdagi 70 xil kasallikni yaxshilab beradi. Kechqurun 10 da uxlab, qancha erta, qancha barvaqt tursangiz shuncha yaxshi, lekin barvaqt uxlashni yo'lga qo'yish juda ham qiyin. Mana siz bugunoq 10 da uxlashga harakat qilmang, chunki uxlay olmaysiz. Aniq bilaman, meni eshitayotganlar hozir 9, 10, 11 yoki 7 da turishganda, iloji boricha siz uyg'onadigan vaqtingizni 15 minut, 10 minut, 5 minut orqaroqqa surib ertaroq uyg'onishga harakat qiling. Kechqurun 10-11 gacha уже miyangiz o'chib, уже uyquga tortadi. Odamda sog'lom uyqu kelish hissi yo'qolgan, o'rtoqlar. Jinsiy potensiyani pasayib ketishi, jinsiy xohishni, quvvatni pasayib ketishini etsanglar, men hammadan so'rayman va bitta javob. Men oxirgi marta uyqum ketib, uxlagim kelyapti deb mazza qilib o'ringa jonimni berib yotganimni bilmayman. Men uyqum kelish uchun yo kitob o'qishim, yo telefon titkilashim kerak. Telefon tutib 12, 1, 2 qilaman, oxiri yo zaryadi o'chganda uxlayman deyshadi. Вот честно. Yoki deydi ko'zim achishib ketib, toliqib, charchab keyin uyquga ketaman deyshadi. O'rtoqlar, fiziologik ish qilib turib, yo'q qilib, uylaringizni yig'ib yoki bitta hammom dushga kirib chiqib 20 minut прогулка qilib kelganingiz o'zida, pastda ozgina toza havo, ozgina fizkultura bo'lgani o'zida miyaga kravatok keladi. YouTube kanalimda men nafas mashqlarigacha ko'rsatganman. U nafas mashq faqat bronxolitik, astmatiklarniki emas, har bitta odam qilish kerak bo'lgan mashqlar. Ana o'sha nafas mashqini qilganinglarning o'zida boshinglar aylanib, nafasinglar ravonlashib, shunaqangi uyqu keladi, mazza qilib uxlaysizlar. O'rtoqlar, jinsiy zaiflikni ikkinchi davosini men sizlarga aytaman. Hech qanaqa giyohsiz ham zo'r bo'ladigan narsa. Odam uyquga mazza qilib 10 da ketishi kerak. Bo'ldi, men uxlayman, men o'chdim deb shundoq boshingizni qo'ydingiz-u, yotdingiz, qotdingiz. Shunaqa darajada uxlashga yo'lga qo'yish kerak. Ikkinchi sababi, hojatga kirganda mazza qilib bo'shanish kerak. Mana shu ikkita problemani rishat qilmagan ekansiz, hech qanaqa dori-darmon sizga foyda bermaydi. Giyohi ham, malham ham hech narsa sizga foyda bermaydi. Uyqingiz sifatli zo'r bo'lishi kerak, hojat sifatli zo'r bo'lishi kerak. Kirganingizda yugurib borib, chiqqaningizda huzurlanib, yengillikni his qilib, mazza qilib chiqishingiz kerak. Ming afsuski, bu uyatli savol bo'lsa-da, ko'pchilik so'ramaydi. Hojatga necha marta borasiz? Hojatga erkin borasizmi yoki soatlab o'tirasizmi tam tualetda desam, ha, lekin qabziyat qiynaydi, o'tiraveraman. Agar kirmasam, o'tirmasam bir haftalab ham yuraveraman deydigan bemorlar bor. No, конечно, jinsiy potensiyaga bu narsa ta'sir qiladi. Mana shu ikkita narsani demak yo'lga qo'yib olishimiz kerak bo'lar ekan. Menimcha yetarlicha odamlar qo'shilib oldi. Ana endi giyohlarimizni tayyorlashni boshlaymiz-mi? Tayyorlab beramizmi turmush o'rtoqlarimiz uchun, o'zimiz uchun bu giyohli choyimizni er-xotin birgalikda ham ichish mumkin bo'ladi. Ayniqsa spermogramma sifatini oshiradi hamda ko'pchilik aytadi, men o'g'il ko'rishim kerak, o'g'il ko'rish uchun lecheniya olishimiz kerak er-xotin deyshadi. No, men aytaman, lecheniya aslida o'g'il qiz bo'lishi uchun emas, erkaklik quvvatini oshirish hamda o'sha XY xromosomaga bog'liq bo'ladi. Har bitta spermatozoid XY xromosomani saqlaydi. Qiz o'g'il bo'lishi Allohdan. Tanani issiqligini ko'tarish, potensiyani oshirish albatta o'g'il bo'lish ehtimolini oshiradi. Lekin sog'lom erkakni spermogrammasini tekshirsanglar, 70-75% qiz, 30-35% o'g'il xromosoma saqlagan bo'ladi. Bu qizga moyillik o'zi yuqori bo'ladi erkaklarda. Endi kimlardir faqat o'g'il tug'ayotgan bo'lsa, aytishadi, sal
salqin ichimlikli, sal qatu-patuli, tam ko'katlikli okroshkalar berib turgan turmush o'rtog'ingga deyishadi. Chunki turmush o'rtog'ini issiqligi ko'p, ya'ni o'ta baquvvat, o'ta sog'lom odamda doimiy nimada sink miqdori normada bo'ladi. Endi kimlarda sink pasayib ketadi, ruh moddasiga ham bog'liq bo'ladiki, mana olimlar, tegi uchenliklar bor-ku, yo bolasi bo'lmagan yoki bo'lsa bitta qizi bo'lgan. Kimda постоянно qiz tug'ilayotgan bo'lsa, men aytaman, demak turmush o'rtog'ini miyasi boshqa odamlarnikiga nisbatan ko'proq ishlar ekan. Ya'ni hisob-kitobga, proporsiyaga, keyin nima desam ekan, miyaga nagruzka beradigan, o'ta asabiy odamlarda ham ko'p qiz tug'iladi. Nimaga? Aynan XX xromosoma saqlagan spermatozoidlarni miqdori oshib ketadi. Shu bois agar o'g'il tug'moqchi bo'lsanglar, turmush o'rtog'inglar ishidan 1-2 oy отпуск olib, albatta shifokorga borib, lecheniyasini olgan holatda, uyqusini yaxshilagan holatda, gap u qazi qartali baquvvat ovqatlarda emas. U Alloh xayrli deb bilsa, beradi. Xayrli qilgan farzandini beradi sizlarga. Lekin men o'zimni bilgan tavsiyalarim yana beramanki, xotin birga sportga qatnashinglar. Xotin birgalikda fizlecheniyalar olinglar, shamollashlarga lecheniya olinglar. Yana bir xil aytadi, shamollash bo'lsa, siydik yo'llarda shamollash bo'lsa, pochkada shamollash bo'lsa ham spermogramata suyulib ketib qoladi, sifat ko'rsatkichi pasayib ketadi degan holatlar bor. Endi sizlar aytsam, mana men bu malhamimni tayyorlab, buni 16 ta davlat ichida yetarlicha tasdiqlanib, baholanib, mukofotini olguncha men bir 100 tadan oshiq analizni ko'rganman va har xil analizli odamlarga berib ko'rganmiz va ulardagi rezultatni solishtirganmiz, do postli qilgan holatda. Mana shuning uchun ozgina tushuncham bor. Lekin желательно o'zi urologga borishni men tavsiya qilaman. Men har doim birinchi o'rinda tibbiyotni qo'yganman. Fitoterapiya va fizioterapiya lecheniyadan keyingi bo'ladigan holat deb aytganman. Demak, bizga kerak bo'ladi tahoratcha, toza shaffof tahoratcha oldim. Endi sizlarga ko'rinib turishi uchun qo'yadigan ingrediyentlarimni aytib o'taman. Jinsiy zaiflikka, jinsiy quvvatga, erkaklik potensialini oshirishga, erkak va ayollar birgalikda ichishi mumkin bo'lgan giyohimizni hozir sizlar bilan tayyorlaymiz. Demak, maydalangan imbir, maydalangan kurkuma, bizga kerak bo'ladi zafaron. Zafaron qimmat narsa. Men hech qaysi giyohimni talqon qilib tashlab, sir qilib bekitib, upa elik qilib sotmaymanki, olgan odam ichida nima borligini ko'rib, bilib turib olsin. Xolili internetga alohida nima qilinglar, kurkuma preimpotensiya deb yozinglar, ko'rasizlar potensiyaga qanchalik ta'siri borligini. Shalfiya kerak bo'ladi, o'zbekcha nomi mavrak, hamma shamollashlarni oladi. Mana mavrakimiz. Hamda bizga kerak bo'ladi yantoq. Yantoq issiqlik giyohi hisoblanadi. O'tqoq, jigar, oshqozon, qorataloq, ichaklarni yaxshi davolaydi, mikrotsirkulyatsiyani yaxshilab beradi. Bilasizlarmi, yana kimlarda jinsiy quvvat pasayib ketadi? Serdečno-sosudistый kasalliklar, ya'ni yurak, qon tomir kasalliklari bilan og'riganlarda, qoni quyuq bemorlarimizda polovoy organda, jinsiy organda qon aylanishi slabiylashib ketadi o'rtoqlar. Jinsiy a'zolardagi qon aylanishi slabiylashdi degani bu jinsiy munosabatning sifatiga ta'sir qiladi. Qoninglarni quyilib ketmasligi uchun, suv saqlash uchun barbaris damlamalardan ichib turinglar, namatda ichib tursanglar bo'ladi. Har 6 oyda koagulogramma topshirib, tibbiy ko'rikdan o'tib turishinglarni men tavsiya qilaman. Demak, mana shu giyohlarimizdan solamiz va albatta, meni giyohli choyimning tarkibida jenshen bor. Mana o'rtoqlar. Men sizlarga hozir buni tayyorlanishini ko'rsatib beraman. Vнимательно ko'rib, eshitib, yozib olinglar. Bilasizlarmi, efirimizni zapisi bo'lmaydi, shuning uchun yozib olaveringlar. Katta sirni sizlarga ochib tashlaman hozir. Tak. Mana o'rtoqlar, jenshen, original jenshen. Giyohimning tarkibiy qismiga men jenshen solaman deb aldamayman. Yirigicha, butunlicha solaman. Kerak bo'lsa bemorimni o'zi maydalab oladi. Bitta jenshen yetadi. Qo'lim taroz bo'lib ketgan, shuning uchun men tarozda o'lchamayman, sizlar o'lchab solinglar. 50 gram miqdorda
yantoq 50 gram miqdorda yantoq solamiz o'rtoqlar. 50 gram miqdorda mavrak shalfiy solamiz. Bismillahirrohmanirrohim. Shifoli bo'lsin. Hamma aytadigan internetni portlatgan zafaron. Eronniki deb aldamayman. Eronniki juda qimmat. Haqiqiy Eronni zafaroni mana bu nastoykalarimda. Buni tayyorlanishini oldingi jonli efirimda ko'rsatib bergan edim. Xitoy zafaronidan ham 30 gram miqdorda solamiz. 30 gram ham anchagina bo'ladi o'rtoqlar. Primerno shuncha. Xitoyga ham zo'r ta'sir qiladi. Shuning uchun Eronnikidan ko'ra men 5 barobar ko'p ishlataman buni. 2 osh qoshiq kurkuma. Agarda sizlarda dolchin bo'lsa, dolchinning ruscha nomi koritsa bo'lsa 1 osh qoshiq koritsa ham sovorishinglar mumkin. Tabga ko'ra ko'pchilik koritsa icha olmaydi. 2 osh qoshiq kurkuma solamiz. Mana o'rtoqlar. 3 osh qoshiq quritilgan imbir solamiz. Uyib ko'p. Xudo xolasa, ertaga 18-may dushanba kuni O'zbekiston kanali oila vaqti ko'rsatuvida mana shu choyimni tayyorlanishini men peredachamda ko'rsatib o'taman. Ushbu ko'rsatuvimiz zapislari YouTube kanalimizda hamda Instagram sahifamiz, Telegram kanalimizda ham mavjud. Mana endi mana shu 5 ta ingrediyentni yaxshilab aralashtirib olamiz. 5 ta emas, даже 6 ta ingredient. Jenshinimiz ham bor. Men jenshin solaman deb ana qilmadim, yirilicha soldim. Bu choyimni xarid qilganlar jenshinini o'zlariga maydalab olishadi. Undan keyin o'zingizlar tayyorlab olsanglar ham bo'ladi o'rtoqlar. Shart emas internetdan 1 million, 1,5 millionga mana shu narsani asalga aralashtirib ham sotishyapti, to'g'risini aytsam. Mana. Ko'rdinglarmi o'rtoqlar? Sizlar ko'rinishi uchun mana shunaqa idishni oldim mana. Endi buni qo'llanilish tartibi. Albatta, buni men 18 yoshdan oshgan bolalarga emas, faqatgina turmush qurgan, oila qurgan juftliklarga tavsiya qilaman. Agarda uylanish arafasida sizni tibbiy ko'rik tahlillaringiz yaxshi chiqmagan bo'lsa, shifokor muolajasi bilan birgalikda mana shu giyohni damlab ichishinglarni tavsiya qilaman o'rtoqlar. Jinsiy zaiflikni yaxshi davolaydi. Quvvatni oshiradi, jinsiy munosabatni sifatini oshiradi, spermogramma sifatini oshiradi. Bu damlamamizni er-xotin birgalikda ichilsa, bepushtlikka ham rosa yaxshi davo bo'ladi. Chunki случай nimalar bor. Isbotini ham topgan, prosta bir necha yil kutgan farzandi bo'lgani uchunmi ommaga oshkor qilishga qo'rqishyapti. To'g'risini aytsam, men ham bunaqa isbot deb odamlarni chiqarib video qilishni o'zim xohlamayman. Lekin sizlar uchun haqiqatda eng zo'r, eng sifatli, haqiqatda potensiyaga yaxshi ta'sir qiladigan toza sof ingrediyentlardan qanday tayyorlashni ko'rsatib o'rgatdim o'rtoqlar. Bizning do'konimizda ham xuddi shu choyimizdan bor. Mana shu choyimizda bor. Narxi 300 ming so'm. Nima desam ekan? Hozircha 300 ming so'm dedim, agar narx oshib qolmasa, chunki qimmat narsa solganman, ulgurib olib qolinglar. Lekin o'zingizlar tayyorlab olsanglar ham bo'ladi. O'zingizlar tayyorlasanglar 300 mingdan qimmatga tushadi. Chunki men bu jenshinlarni, men bu zafaronlarni qoplab katta partiyada zakaz qilishim hisobiga bizaga biroz arzonroqqa tushadi. Agar siz borib tabiblardan 50 gram, 30 gram, 100 gramdan olsangiz 300 mingdan qimmatroqqa ham aylanishi mumkin. Lekin qilib ko'ringlar o'rtoqlar. Haqiqatdan yaxshi yordam beradi. Nima desam ekan, men ayol kishi bo'lganimga, qiz bola bo'lganimga patsientlarim meni uyaltirib, boshqa deb o'ziv berishga to'g'risi uyalishadi. Katta rahmat sizga. Hammasi yaxshi ta'sir qildi deb bir marta xarid qilganlar qayta ham xarid qilishadi va yaqin tanishlariga ham tavsiya qilishadi. Bemalol har qanday yoshdagilar ichsa bo'ladi. Faqat yuragida aqishi,
endigina miokard infarktini o'tkazgan bemorlarimizga mumkin emas. Insult bo'lganlarga mumkin hamda qon aylanishini yaxshi jadallashtirib beradi. Faqat shifokor tavsiyasi bilan qabul qilishlarini tavsiya qilaman. Chunki jenshen juda ham quvvatni oshiruvchi giyoh hisoblanadi. Buni demak qanday tartibda biz damlatamiz. Mana shu bir osh qoshiq mana shunaqa uyib olasiz. 400 ml suvga solasiz. 2 daqiqa past olovda miltillatib qaynatamiz, termosga damlab qo'yamiz. Faqat qaynatganda 1-2 minut juda ham past olov bo'lishi kerak. Shaqillatib qaynatib yormanglar. Agarda o'ta baland olovda 5 daqiqadan oshiq qaynab ketib qolsa, jenshenimiz tarkibidagi asosiy faol modda zaharga aylanib qolishi mumkin. Shuning uchun men jenshenli narsani ko'proq indamay mana bunaqa spirtga tayinlayman yoki-da asalga tayinlab qo'ya qolaman-da. Chunki ko'p qaynatib yuborilishidan men juda ham qo'rqaman. Qaynatmasdan shunchaki damlab qo'ysanglar ham yetadi. Yo asalda yoki nastoykada ham buni qilsanglar bo'ladi. Ko'p bemorlarim biz spirt icha olmaymiz, namoz o'qiymiz. Maylimi spirt solinmagan nimangizdir bo'lsa, hammamiz spirtligiz juda qimmat ekan deyishdi. Spirtli nastoyka ham 6 oyga yetadi. Bemalol 2 kishi ham ichsa bo'ladi. Chunki buni effekti yana ham zo'r. Mana qaranglar. Ko'rinyaptimi? Jensheni nechta? Bu 1,5 million turadi. Lekin spirt icha olmaydiganlar uchun 600 mingdan mana bunaqa 650 gram bankasini vesini olib tashlasa, sof 400 gramligini qilganman. Kattagina unaqa zing'ircha idishda emas, bemalol 3 oy ichishga yetadi. 600 mingdan asalligini ham qilib qo'yganman. Shunda ham yetishadi. Meni qandli diabetim bor. Shu qand kasaliga uchragandan beri jinsiy faolligim pasayib ketgan. Biza nima qilsak bo'ladi? Men spirt ham icha olmayman, asal mumkin emas deydiganlarga mana 300 ming so'mdan mana bunaqa giyohli aralashmasini tavsiya qilaman. Tarkibida jenshen, zafaron, yantoq, mavrak, kurkuma hamda imbir bor. Koritsa solsanglar bo'ladi, u lekin tabga ko'ra. Dolchin koritsani men universal choyga solmasligimiz sababi ko'pchilikning allergiyasi bor. Keyin nojo'ya ta'siri ko'p va mumkin bo'lmagan holatlar ham mavjud. Albatta buni har bitta tana o'zini individual holatidan kelib chiqib turib, demak, o'zi belgilaydi. Lekin solsanglar 1-2 osh qoshiq sovorsanglar bo'ladi o'rtoqlar. Bu demak jinsiy zaiflik haqidagi mavzu edi. Xo'p, o'rtoqlar. Ana endi sizlar uchun meni va'dam bor edi. Juda ko'pchilik iltimos va tavsiyasiga ko'ra, taklifiga ko'ra bu do'konim ochilgandan buyon endi birinchi hayitimiz, hayit ayyomiga sizlarga sovg'a tariqasida qanaqa imtiyozlar, qanaqa chegirmalar qilib beringlar deb aytdim. Men kutgan edim, ko'proq bepul konsultatsiya qiling deysizlar yoki-da aynan qanaqadir bir sovg'alar, bonuslarga bering deb so'raysizlar deb o'yladim, lekin ko'pchilik chegirma so'rayapti. Aynan chegirma qiziqtirar ekan meni auditoriyamni. Yozinglar, qanaqa tavsiyalarni sizlar xohlaysizlar, qanaqangi sizlarga sovg'a berishsa, aynan hayitga yaxshi bo'lar edi o'rtoqlar. Har bittanglarning taklifinglarni albatta hisobini olaman. Voy bu. Mahmud aka hamma muncharu choyga skidka deb yotibdi-yu. 10% skidka qilamiz ham. Lekin 10%. Xo'p, lekin endi chegirma bo'ladigan bo'lsa, chegirma qilamiz. Lekin bizani auditoriyamizda faqat ozish muammosi emas-ku. Bizani ichimizda kimlardir soch to'kilyapti, kimlardir asabi yaxshi emas, kimlardir yuziga ajin tushib ketgan, kimlargadir kalsiy yetishmas balki. Mayli. Butun do'konimdagi hamma mahsulotga 10% chegirma qilib beraman. Nima dedinglar? Faqat muncharo'ga emas, istalgan mahsulotingizga 10% chegirma qilib beraman. Faqatgina men ikkita mahsulotimga chegirma yo'q o'rtoqlar. Bular samu udarnisi bular. Men shu ikkita mahsulotimga qilmayman. Bo'ldi, bugundan boshlab hayitgacha hamma mahsulotimizga 10% chegirma. Kayfiyatim yaxshi-da bugun. Aynib qolmasidan. Voy, supurib kelyapmiz ham ko'chadan. 10% kam deysiz. Yaxshi bering-da. Ko'pchilik so'rashyapti telefonda, murojaatlarsa ko'p. Voy. Yana skidka qilamizmi? Ha. Mayli. 15% qilaymi? Yo'q, endi
yo 15% kalkulyatsiyasiga keyin qiynalasizlar-da narx chiqarishga. Mayli bo'pti. 20% skidka qilib beramiz sizlarga. Faqat hayitgacha o'rtoqlar. Hayit kuniga qadar. Do'konimiz Toshkent shahri, Olmazor tumani, Shifokorlar ko'chasi, Tosh P2 deyishadi, Yangi Toshmi urologiya ko'chasida. Mo'ljal 29-Arab maktabida. 20% do'konimizdagi har qanday mahsulotimizga skidka faqat erkaklarning jinsiy quvvatiga bu skidkam amal qilmaydi, chunki jenshinim vobshe qimmatga tushganda o'rtoqlar, o'zi bor yo'q 100 ming so'm foyda olaman, mashina endi bundan skidka qilsam zararim kirib ketdimi. Shundan boshqasi hammasiga 20% skidka. Mayli, bitta choy bilan do'konimiz qashshoqlashib qolmaydi. Olaveringlar. Hayitgacha. Xo'p, o'rtoqlar. Mana bu choyimizni albatta tayyorlab ko'ringlar. Narxi mana shu turishi sizga 1 oyga yetadi. Narxi 300 ming so'm shikarniy ta'sir qiladi. Jinsiy quvvat va jinsiy zaiflik uchun 3 xil narxda 3 xil narsa tayyorlaganman. Hammasini tarkibida jenshen va zafaron mavjud. Xohlang 300 mingga choyni oling. Xohlang asalli holatida 600 mingga buni oling. Xohlang mana bunisini oling. Xo'p, bularda sababi va siri qanaqa ta'sirida deydigan bo'lsanglar, quvvat choyimizni bu sog'lig'ini o'ylaganlar uchun, sog'lig'ini tiklash uchun, kasal bo'lmasligi uchun ham ichadiganlar xarid qilishsa bo'ladi. O'zini sevadigan erkaklarimiz asalli qorishmani olishsa bo'ladi. Buni tarkibida kunjut, qora sedana, jenshen, zafaron, maydalangan va quritilgan chesnok, keyin qora sedanani aytdimmi? Bor qora sedana, imbir bor, kurkuma bor hamda koritsa solingan. Mana shu hamma mahsulotlar shunda mujassam normalniy ta'mga ega. Keyin o'rtoqlar 26-maygacha 20% aksiyamiz amal qiladi. Hayit kuni ishlamaymiz, hayit kuni biz bayram qilamiz. Hayit kuni qo'ng'iroq qilib, "Voydod, bugun men pul topuvdim. Men shu bugun olmoqchi edim" demanglar. Hayit kuni biz bayram qilamiz. Aynan 20% chegirmamiz bugundan boshlab 26-mayga qadar, ya'ni eng oxirgi kun 25-maygacha bo'ladi. Mana bu nastoykam ayolini va o'zini juda ham qattiq sevadiganlar uchun bo'lar ekan. Farzand ilinjida yurganlar uchun ham shifoli va yaxshi natijali bo'ladi inshaalloh. Avvalambor hamma narsa Xudodan. Boylik bilan farzand Alloh beradi, lekin biz sababchimiz va men ham imkon qadar hamma kuzatuvchimni cho'ntagiga qaragan holatda eng sara, eng zo'r, eng yaxshi narsalardan mana shu tavsiyalarni sizlarga tayyorlab qo'ygan edim o'rtoqlar. Albatta bajaringlar, jismoniy mashq bilan shug'ullaninglar, sog'lom uyquga amal qilinglar, sog'lom yashash tarziga amal qilinglar. Joninglarni hadeb kuydi-pishdi qilavermanglar, o'zinglarni qarz botqog'iga botavermanglar. Uni qilishim kerak, buni qilishim kerak, men buni qilishim kerak deb hayotga va o'zingizga bo'lgan katta talablarni qo'ymang. Mana shu narsa sizni qaritib yuboradi. Shu narsa sizni charchatadi. Kayfiyatingizni tushirib yuboradi. Hayotingizda bu muammo bo'lyaptimi? Har doim yengil qarang. Soatni strelkasi siz siqilsangiz ham bir xil aylanadi, siqilmasangiz ham bir xil aylanadi. Kun vaqtliroq tugab ham qolmaydi. 1 soat keyinga ham cho'zilib qolmaydi. Mana shu narsa demak siz uchun eng ahamiyatlisi bo'lishi kerak. Albatta, agarda siz jonli efirimiz zapisini xohlayotgan bo'lsangiz, YouTube kanalimizga joylanadi. Hammanglarga sihat, salomatlik, oilanglarga fayz baraka, tinchlik, xotirjamlik tilab qolaman o'rtoqlar. Xo'p, savollar bo'lsa marhamat beringlar, paytdan foydalanib javob berishga o'taman. Oshqozonimda yazvam bor, taloq jigarim yomon. Qabulimga o'zingiz xulosalaringiz bilan kelishingizni va albatta oldin gastroenterologga ko'rinishingizni tavsiya qilaman. Xo'p, bel dumg'aza og'rigani uchun malham olgansiz. 2,5 oy tugagunga qadar surishingiz kerak. 3 oyda aynib qoladi bo'lmasam. Sog' bo'linglar o'rtoqlar. Hammanglarni uzoqdan bo'lsa ham qalban his qilaman, yaxshi ko'raman, salomat bo'linglar. Turmush o'rtog'inglar uchun ham olinglar mana bu choydan. Buni sog'lom odamlar ham ichishadi, sizlarga aytsam. Ozdiradigan choyga ham, hamma choy spreylarimizga ham 20% chegirma. Hammanglarni jonli qabulimda kutib qolaman. Do'konimizning manzili Telegram kanalimizning shapkasida bor. Telegram kanalimizga ulanib olinglar. Sog' bo'linglar. Xayr.